Nima uchun kollarning keyindan bir to'shik ichib qo'ydi? Kolla mashina emas, lekin bu kollaning yiqilg'u may qo'yayotgan qachilish eg'izi bor. O'ylab baqsizlar og'riydigandek qiladi. Bugun biz sinchoq saloni bilan birga ko'rib boqayli. Bir obdan sut kolasiga nimishqa ustidan to'shik ichib qo'ydi. Oldi bilan bu to'shik amaliyotda kolning bir xil normal operatsiyasi bo'lib, cho'nqirinning derisini ichish operatsiyasi deb ataladi. Ya'ni kolning cho'nqiringa kolning oshqozon oqma najisi qurilmasi o'rnatildi. Oldi bilan xizmatchi xodimlar operatsiya qiladigan o'rinni dezinfeksiya qiladi. Uni narkoz ukol urib, chaklik rayonini narkoz qiladi. Narkoz dorisi kuchini ko'rsatgandan keyin operatsiya boshlandi. Oldi bilan yengni bilan kesishga tegishli teriga belgiselab, ondan qaychi bilan belgi siziqini bo'ylab kesiladi. Bir qism teri to'qilmalarini chiqarib tashlab, ondan qisqish bilan cho'nqirinning bir qismini terining ostiga tortib ekirdi. Cho'nqirinni teri va tandivoriga yepishtirib, eng oxirida kiydirma turbini kirgizib, hamda munosabatli o'rinlarni tikidi. Shuning bilan bir inakni mushundoq o'zgartib bo'ladi. Biroq kola bir obdan tursa, nima uchun o'zgartish ilib beriladi? Buningga munosabatli tushuntirish bo'lsa, kollaning salomatlik ahvolini kuzatish hamda kola og'rib qolganda uni vaqtida unumli davolashdir. Masalan, kollarda doim hazm qilish yaxshi bo'lmaslik ahvoli ko'riladi. Yoki ba'zi sulyo yoki boshqa axlatlarni yeb hayotlikqa tahdid keltirib chiqaradi. Agar sut kolasiga oqma najisi bor qilib o'zgartirilsa, bu to'shik orqali kolning oshqozonini vaqtida tozalab bo'ladi. Ham doktor Ardirishning aytishicha, kolning oshqozon 3 yo'li operatsiyada cho'nqirin ichidagi moddalardan avrish kelib, o'xshash bo'lmagan uzuqliq moddalarning sirning hazm qilish sistemasiga qanday ta'sir ko'rsatadiganligini tadqiq qilgan bo'ladi ekan. Uning ustiga kolning oshqozon 3 yo'li operatsiyaga giribtor bo'lgan kollar odatda yana hayvonot ko'chirish operatsiyasini qabul qildi ekan. Chunki hozir isbotlanishicha, agar 3 yo'li bakteriyalar to'pi qaytadan tuzilsa, kolning ishtihosi va sut ishlab chiqarish miqdori texim yuqori bo'ladi ekan. Shunga cho'nqirinning derisini ichish operatsiya qilishdagi maqsadi sut kolasining sog'lomligini yaxshilash. Ammo texmi asosliq maqsadi go'sht va sut mahsulotlari kasbining manfaatini ko'zda tutishdir. Sizningcha bu rahimsizlikmi? Bu son mazmun mushoira yaqlashdi. Bizni va sincha salonning taraqqiyotini qo'llab, yulduz belgisini besib qo'ygan tordashlarga rahmat.